Qora rangli Gentra ishqibozlari uchun navbatdagi Gentra avtomobilimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 24-yil salondan olingan, avtomat korobka, lyukdan boshqa hamma narsalari bor, diska, ABS hamma narsa bor, faqat lyuki yo'q. Bosib o'tgan masofasi, probegi bor yo'g'i 2800 km. Mashina hali yangi holatda, benzin yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan. 4 ta absolyutno yangi charmxo'l balonlar taqilgan, Amerikanka fari, Optra stop taqilgan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, hali yangi holatda turibdi, sarapina-marapinalar yo'q, yaxshi chexol, yaxshi polik taqilgan, bu kojaniy rul, podogrev sideniyasi bor, signalizatsiya Magicar o'rnatilgan, video registrator Lenovo, mashinaning salonidan hali yangi mashinaning hidi ketmagan, bitta lyuki yo'q, qolgan hamma narsalari bor, magnitofoni ham bor. Narxi $13.700. Xohlovchilar uchun avtokredit через bankka ham sotiladi. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.